Bugungi video darsligimizda Binance birjasida hisob ochishni va to'g'ri ro'yxatdan o'tishni o'rgataman. Video darsligimizni boshlashdan avval kanalimga obuna bo'ling. Endi Binancedan to'g'ri ro'yxatdan o'tish haqida gaplashamiz. Bu uchun agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'ga kirasiz. Agarda Samsung bo'ladigan bo'lsa, Play Marketga kirib, Binance'ni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Uni yuklab olganimizdan so'ng unga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, sizdan login so'ralmoqda. Bu yerga yo nomeringizni yo Gmailni yozishingiz kerak bo'ladi. Biz tavsiya qilamiz Gmailni yozishingizni. Gmailni kiritganingizdan so'ng Binance kiritilgan Gmailga kod yuboradi va bu kodni mana bu yerga yozishingiz kerak bo'ladi. Yozib bo'lganingizdan so'ng sizdan endi parol so'raladi. Iloji boricha parolni mustahkam qilinglar. Ya'ni o'zingizlar har doim hamma prilojeniyega foydalanadigan parolinglarni qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Bu parolni umuman esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Iloji bo'lsa uni qog'ozga yoki skrinshot qilib olishinglar kerak. Parolni kiritganingizdan so'ng Binance sizdan пригласительный kod so'raydi. Bu пригласительный kodni mana bu qatorga yozishingiz kerak. Xuddi ko'rsatilgan kabi bu пригласительный kodni yozishingiz shart. Bosganimizdan so'ng biz Binancedan foydalanishimiz uchun Binance verifikatsiyasidan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Binancega biz o'z shaxsimizni tasdiqlab berishimiz kerak. Bu uchun sizdan Binance pasport, haydovchilik guvohnomasi yoki ID kartalarni so'raydi. Biza tavsiya qilamiz ID karta yoki pasportdan foydalanishingizni. Mana bu yerda ID karta, pasport yoki haydovchilik guvohnomalaridan birini tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zingizga qulay bo'lgan usulni tanlab, ustiga bosamiz. Va bu yerda endi biz tanlagan hujjatni rasmini yuklashimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, agarda sizda galereyada guvohnomangiz rasmi bo'ladigan bo'lsa, загрузить fotoni bosasiz va kerakli hujjatni orqa va oldi variantini tanlab joylaysiz. Agarda sizda hujjat rasmlari bo'lmasa, uni сделайте foto yozuvini ustiga bosib ham o'zingiz qo'lda ruchnoy rasmga olib загрузка qilishingiz mumkin. Shaxsimizni tasdiqlovchi hujjatlarni yuklab bo'lgandan so'ng Binance bizdan rasmga tushib berishimizni so'raydi. Bu dokumentlar haqiqatan biznikimi yo'qmi shuni tekshirish uchun. Bu uchun biz selfie rasmga tushib berishimiz kerak. Va bu uchun продолжить yozuvini ustiga bosamiz va yuzimizni xuddi emoji kabi harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qadamda biz o'z yashash manzilimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz o'z yashash manzilimizni kiritib bo'lganimizdan so'ng Binance bizning hujjatlarimizni qabul qiladi va tekshirishga yuboradi. Tekshiruv odatda 10-15 minut ichida amalga oshadi. Uni mana bu yerga kirib tekshirishingiz mumkin. Agarda tekshiruvdan muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsangiz, bu yerda ma'qullandi degan yozuv chiqadi va sizning hujjatlaringiz qabul qilingan bo'ladi. Va nihoyat ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan so'ng bizning eng asosiy ishimiz qoldi. Nima uchun Binance dunyodagi eng ishonchli birjalardan biri? Chunki agarda siz Binancedan pul yechmoqchi bo'lsangiz va qaysidir do'stingizga pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, sizdan Binance kod so'raydi va bu kodlarni qanaqa qilib bugun ustanovka qilish haqida ko'rib chiqamiz. Bu kodni aktivatsiya qilish uchun mana bu yerga kirishimiz kerak. Bu yerda mana bu chiziqni tanlaymiz va безопасностьning ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Va приложение для autentифikatsiyaga kiramiz. Включitni bosamiz, X ni bosamiz va Moy Peske недоступный yozuvini tanlaymiz. Bu yerda bizdan tasdiqlash kodlari so'raladi. Birinchi kod bizning elektron pochtamizga, ikkinchisi telefon nomerimizga keladi. Yodingizda tursin, sizlarga ikkita kod keladi. Birinchisi telefon nomeriga, ikkinchisi Gmail ga keladi. Shundan so'ng Binance sizning elektron pochtangizga SMS kod yuboradi. Bu kodni mana bu bo'sh joyga yozishimiz kerak bo'ladi. Keyingi qadam telefon raqamidir. Получить kodni bosganimizdan so'ng bizdan qaysi usulda kodni qabul qilib olishimiz haqida so'raladi. WhatsApp yoki SMS tarzda. Siz o'zingizga qulayini tanlaysiz. Men SMS ni tanladim. WhatsApp'im yo'qligi uchun. Kodlarni kiritganingizdan so'ng biz keyingi oynaga o'tamiz. Bu oynada ko'rib turgan kodlaringizni saqlanit qilib olishingiz kerak bo'ladi. Bizning keyingi qiladigan ishimiz App Store yo Play Market dasturlariga kirib, autentifikatsiya ilovalarini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. iPhone va Android telefonlari uchun alohida ilovalar mavjud. Agar sizda iPhone telefonlari bo'lsa, App Store ga kiramiz va bu yerdan Authenticator degan ilovani yuklab olamiz. Uni yuklab olganimizdan so'ng unga kiramiz va bu yerda ko'rib turganingizdek bizdan key, ya'ni kalit so'ralmoqda.
Bu qatorga biz Binance'dan saqlanit qilib olgan kodlarni tashlashimiz kerak bo'ladi. Servisga Binance yozamiz. Akkauntga o'zingiz xohlagan ismni yozib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun men Binance Bank deb yozdim. Va davom etish tugmasini bosib, uni tasdiqladim. Ko'rib turganingizdek bu yerda biz kiritgan akkaunt turibdi. Bu 6 xonali kodlarni pul o'tkazayotgan payt Binance bizdan so'raydi. Shundan so'ng Binance ga qayta kiramiz va Daley tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek bizdan tasdiqlash autentifikator so'rashyapti. Buning sababi biz amaliyotni to'g'ri bajardikmi, yo'qmi, shuni bilib olish uchun. Biz autentifikator ilovasiga qayta kiramiz va hozir kiritgan akkauntimizdagi mana bu kodlarni kopiya qilib olamiz va uni Binance ga joylaymiz. Shu bilan siz Binance ni to'laqonli ishlata olasiz. Esingizda bo'lsin, bu autentifikator ilovasini o'chirib yubormang. Ana endi sizlar bilan Android uchun autentifikator ilovasini qanday yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Uni yuklab olish uchun biz Google Play dasturiga kiramiz. Bu yerga biz Google Authenticator deb yozamiz. Mana bu ilovani yuklab olishimiz kerak. Unga kiramiz. Va bu yerda biz внести ключ настройкini bosishimiz kerak bo'ladi. Va xuddi iPhone telefonlarida bajarganimizdek Binance'dagi kodlarni bu yerdagi ключ bo'shlig'iga qo'yamiz. Ismini tanlaymiz. Vaqt jadvalini tanlaymiz. Va добавitni bosib akkauntimizga kiramiz. Men bunga kira olmayman, chunki men iPhonedan registratsiya qildim. Siz Binance'da faqat bir marotaba autentifikator kodini so'ray olasiz. Va siz ham hozirgina qilganimizdek bu yerdagi 6 xonali kodni Binance ga joylashingiz kerak bo'ladi. Va shu bilan bugungi video darsligimiz o'z yakuniga yetdi. Agarda bugungi mavzu sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va albatta sizlardan shuni so'rayman do'stlar. Zahiriddin Isakov kanaliga obuna bo'ling va meni doimo kuzatishda davom eting va sizlarga juda ham qiziq ma'lumotlarni va darsliklarni taqdim etishdan charchamaymiz do'stlar.